Agar siz pensiya yoshiga yaqinlashayotgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz pensiya hujjatlarini tayyorlayotgan bo'lsa, bugungi ma'lumotni albatta oxirigacha eshiting. Chunki 1 iyulgacha ayrim fuqarolar 3 ta muhim ma'lumotnomani olib, ish staji va daromadini tasdiqlab qo'ymasa, keyin pensiya hisobida yillar yo'qolib qolishi, oylik pensiya miqdori kam chiqishi yoki hujjatlarni tiklash uchun oylar davomida yugurishga to'g'ri kelishi mumkin. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntiraman. Qaysi 3 ta ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin? Kimlar bunga befarq bo'lmasligi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Eng ko'p uchraydigan xatolar qayerda va iyulgacha nima qilish kerak? Kanalga hozirroq obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizga ham, yaqinlaringizga ham pul, vaqt va asabni tejab berishi mumkin. Avval pensiya tayinlashda asosiy masala qog'oz hujjatlar orqali hal bo'lardi. Mehnat daftarchasi bor. Unda ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar yozilgan. Ish joyi muhr bosilgan, lavozim ko'rsatilgan bo'lsa, ko'pchilik shunga tayanardi. Lekin amalda bitta katta muammo bor edi. Mehnat daftarchasidagi yozuvning o'zi har doim ham yetarli bo'lmasdi. Masalan, odam 1994 yildan 2001 yilgacha zavodda ishlagan. Daftarchada yozuv bor. Lekin zavod keyin yopilgan, arxivi boshqa joyga topshirilgan, buxgalteriya hujjatlari yo'qolgan yoki nomi 3 marta o'zgargan. Pensiya jamg'armasi esa pensiyani hisoblashda faqat ish stajini emas, ayrim davrlar bo'yicha ish haqi, badal to'lanmaganini, lavozim va ish sharoitini ham tekshirishi mumkin. Natijada fuqaro men ishlaganman-ku deydi. Idora esa tasdiqlovchi hujjat olib keling deydi. Hozir esa ko'p jarayonlar elektron tizimga o'tyapti. Bu yaxshi tomoni bilan qulay. Kelajakda ma'lumotlar bazada bo'lsa, odam qog'oz ko'tarib yurmaydi. Lekin o'tish davrida katta xavf bor. Eski yillarda ishlaganlar, ayniqsa 1990 yillar, 2000 yillarning boshida yoki norasmiy tartiblar ko'p bo'lgan joylarda ishlaganlar o'z ma'lumotlarini oldindan tartibga solib qo'ymasa, pensiya tayinlanadigan paytda muammo chiqishi mumkin. Men bu yerda eng muhim narsani aytaman. Pensiya yillari deganda odamning faqat yoshga yetgani emas, uning tasdiqlangan ish staji tushuniladi. 1 yil ishlagan bo'lsangiz, lekin hujjatda tasdiqlanmasa, pensiya hisobida u yil ko'rinmasligi mumkin. Ish haqi yuqori bo'lgan yillar tasdiqlanmasa, pensiya miqdori ham pastroq chiqishi mumkin. Shuning uchun keyin ko'ramiz degan yondashuv eng xavfli yondashuv. Birinchi muhim hujjat bu ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Bu ma'lumotnoma siz qaysi tashkilotda, qaysi sanadan qaysi sanagacha, qaysi lavozimda ishlaganingizni tasdiqlaydi. Agar mehnat daftarchangizdagi yozuvlar aniq, muhrlar tushunarli, tashkilot nomi to'g'ri, buyruq raqamlari bor bo'lsa, ko'p holatda yetarli bo'lishi mumkin. Lekin eski yozuvlar xira bo'lsa, muhr o'qilmasa, tashkilot nomi hozir mavjud bo'lmasa, ishga kirish va bo'shash sanasi o'rtasida ziddiyat bo'lsa, albatta staj ma'lumotnomasini olish kerak. Oddiy misol keltiraman. Dilorom opa 1939 yildan 1936 yilgacha tikuv fabrikasida ishlagan. Mehnat daftarchasida tikuvchi deb yozilgan, lekin bo'shagan sanasidagi muhr juda xira. Fabrika 2002 yilda yopilgan. Dilorom opa pensiyaga chiqayotgan paytda shu o'tkaziy yil staji bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Agar u oldindan arxivdan yoki huquqiy voris tashkilotdan falonchi 1998 yil 12 martdan 1996 yil 25 avgustgacha ishlagan degan ma'lumotnomani olsa, bu yillar himoyalangan bo'ladi. Ikkinchi muhim hujjat bu ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Ko'pchilik faqat staj muhim deb o'ylaydi. Aslida pensiya miqdoriga daromad ham ta'sir qiladi. Ayrim davrlarda odam yaxshi oylik olgan, mukofot olgan, ustama olgan bo'lishi mumkin. Lekin bu ma'lumotlar tasdiqlanmasa, hisobga olinmasligi yoki pastroq ko'rsatkich bilan olinishi ehtimoli bor. Masalan, Akmal aka 1998 yildan 2003 yilgacha qurilish tashkiloti usta bo'lib ishlagan. O'sha paytda oddiy ishchilarga nisbatan ancha yuqori oylik olgan. Lekin mehnat daftarchasida faqat lavozimi yozilgan. Buxgalteriya ma'lumotlari arxivga topshirilgan. Agar Akmal aka ish haqi ma'lumotnomasini oldindan olib qo'ysa, pensiya hisobida aynan o'sha yuqori daromadli yillarni ko'rsatish imkoniyati paydo bo'ladi. Agar olmasa, keyin arxivdan topish qiyin bo'lishi, hujjatlar saqlanmagan bo'lishi yoki ma'lumot to'liq chiqmasligi mumkin. Uchinchi muhim hujjat bu sug'urta badallari yoki mehnat faoliyati bo'yicha elektron tizimda ko'rinmayotgan davrlarni tasdiqlovchi ma'lumotnoma.
Buni oddiy qilib aytsam, siz ishlagan yillar bazada ko'rinishi kerak. Agar ko'rinmasa, tizim sizni o'sha yillarda ishlamagan deb qabul qilib qo'yishi mumkin. Ayniqsa yakka tartibdagi tadbirkorlik qilganlar, fermer xo'jaligida ishlaganlar, xususiy korxonalarda ishlaganlar. Mavsumiy ishda bo'lganlar, shirkat xo'jaligi, kolxoz, sovxoz davrida ishlaganlar bunga juda e'tiborli bo'lish kerak. Masalan, bir fuqaro 2005 yildan 2010 yilgacha xususiy savdo korxonasida sotuvchi bo'lib ishlagan. Korxona oylik bergan, lekin hujjatlar tartibli yuritilmagan. Ish beruvchi badalni to'liq to'laganmi yoki yo'qmi? Bu alohida masala. Pensiya tayinlashda shu davr bo'yicha savol chiqsa, fuqaro ish staji va daromadini tasdiqlash uchun korxona hujjatlarini izlashga majbur bo'ladi. Agar korxona allaqachon yopilgan bo'lsa, masala yanada murakkablashadi. Eng avvalo pensiyaga yaqin qolganlar. Erkaklar uchun 6 yosh, ayollar uchun 55 yosh atrofidagi fuqarolar o'z hujjatlarini kamida bir necha oy oldin tekshirish kerak. Men har doim shuni maslahat beraman. Pensiya yoshiga yetgan kuni hujjat yig'ishni boshlamang. Chunki bitta ma'lumotnoma uchun arxivga so'rov ketishi, javob kelishi, xatolik topilsa qayta tuzatish kerak bo'lishi mumkin. Ikkinchi toifa mehnat daftarchasida eski sovet davri, kolxoz, sovxoz, zavod, fabrika, shirkat, kooperativ, kichik korxona nomlari bor fuqarolar. Bu tashkilotlarning ko'pi bugun mavjud emas. Mavjud bo'lmagan tashkilotdan ma'lumotnoma olishning yo'li bor, lekin u arxiv orqali bo'ladi. Arxiv esa tezda berib yuboring degan joy emas. U yerda izlash, fonni aniqlash, buyruqlarni topish kerak. Uchinchi toifa familiyasi o'zgargan ayollar. Masalan, qiz familiyasida ishlagan, keyin turmushga chiqib familiyasi o'zgargan. Mehnat daftarchasida bir familiya, pasportda boshqa familiya, diplomda yana boshqa yozuv bo'lsa, bog'lovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Nikoh guvohnomasi. Familiya o'zgargani haqidagi hujjat, tug'ilganlik haqidagi guvohnoma nusxalari muhim bo'lishi mumkin. Aks holda idorada bu hujjatdagi shaxsiz ekaningizni tasdiqlang degan talab chiqadi. 4-toifa. Bir necha joyda qisqa ishlaganlar. Masalan, odam 2 yil maktabda, 2 yil kasalxonada, 3 yil korxonada, 6 oy xususiy firmada, keyin yana boshqa joyda ishlagan. Bunday holatda har bir davr muhim. Chunki pensiyasi staji yig'ilib hisoblanadi. Bu 6 oy kerak emas deb o'ylamang. Ba'zan aynan 6 oy yoki 1000 yil yetishmagani sababli pensiya turi, miqdor yoki huquqi o'zgarib ketadi. 5-toifa. Chet elga chiqib ishlaganlar yoki uzoq tanaffus qilganlar. Agar siz bir davrda O'zbekistonda rasmiy ishlagan, keyin chetga ketgan, keyin qaytib yana ishlagan bo'lsangiz, O'zbekistondagi rasmiy davrlaringiz aniq tasdiqlangan bo'lishi kerak. Chet eldagi ishlar bo'yicha esa alohida davlatlararo kelishuvlar, hujjat tarjimalari, tasdiqlar kerak bo'lishi mumkin. Shuning uchun bunday holatda oldindan maslahat olish juda muhim. Agar siz oxirgi yillarda faqat rasmiy tashkilotlarda ishlagan bo'lsangiz, ish beruvchingiz barcha ma'lumotlarni elektron mehnat tizimiga kiritgan bo'lsa, soliq va ijtimoiy to'lovlar ko'rinib tursa, mehnat daftarchangizdagi ma'lumotlar bilan elektron ma'lumotlar mos bo'lsa, sizda xavf ancha kam. Lekin bu umuman tekshirmang degani emas. Men baribir shaxsiy kabinetingiz orqali yoki tegishli idoradan mehnat faoliyatingiz ko'rinishini tekshirishni tavsiya qilaman. Yana bir holat, agar siz hali yosh bo'lsangiz, masalan 30 yoki 35 yosh bo'lsangiz, pensiyaga hali uzoq deb e'tiborsiz bo'lmang. Bugun ishlayotgan joyingiz hujjatlarni to'g'ri yurityaptimi? Mehnat shartnomangiz rasmiylashtirilganmi? Oylingiz rasmiy ko'rsatilganmi? Bular kelajakdagi pensiyangizning poydevori. Hozir norasmiy oylik olib xursand bo'lish mumkin, lekin 25 yil o'tgach pensiya hisobida bu daromad yo'q bo'lib chiqadi. Eng katta xato. Odam mehnat daftarchasini yagona asos deb o'ylaydi. Mehnat daftarchasi juda muhim, lekin undagi yozuvlar aniq bo'lishi kerak. Sana noto'g'ri yozilgan bo'lsa, masalan ishga kirish sanasi 1997 yil, bo'shash sanasi 1996 yil deb ketgan bo'lsa, bu oddiy texnik xato emas, pensiya hisobida muammo. Yoki tashkilot nomi bir joyda qisqartma bilan, boshqa joyda to'liq yozilgan bo'lsa, ba'zan qo'shimcha izoh talab qilinadi. Ikkinchi xato, odam faqat oxirgi ish joyidan ma'lumotnoma oladi. Pensiya hisobida butun mehnat faoliyati ko'riladi. Agar siz 35 yil ishlagan bo'lsangiz, oxirgi 10 yilingiz aniq, oldingi 25 yilingiz noaniq bo'lsa, muammo baribir oldingi yillardan chiqadi. Ayniqsa yuqori oylik olgan davrlaringizni aniqlashga harakat qiling. Chunki ba'zan pensiya miqdorini oshirishda aynan shu davrlar foydali bo'ladi.
Uchinchi xato. Tanishim pensiyaga chiqdi. Undan bunday hujjat so'rashmadi deb o'ylash. Har bir odamning mehnat tarixi boshqa. Bir kishining hujjatlari elektron bazada to'liq bo'lishi mumkin, ikkinchisiniki esa yo'q. Bir tashkilot arxivni to'g'ri topshirgan, boshqasi topshirmagan. Shuning uchun qo'shnining tajribasini o'zingizga qo'yda qilib olmang. 4-nozik masala bolani parvarishlash davri, harbiy xizmat o'qish, nogiron farzandni parvarish qilish kabi davrlar. Bu davrlarning ham ayrimlari pensiya stajiga ma'lum tartibda qo'shilishi mumkin. Lekin buning uchun tegishli hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, harbiy xizmat uchun harbiy bilet, bolalar uchun tug'ilganlik guvohnomalari, ayrim holatlarda FHDYO ma'lumotlari, o'qish uchun diplom yoki arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. Men buni alohida aytyapman, chunki ko'pchilik faqat ish joyi hujjatlarini yig'adi. Lekin stajga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan boshqa davrlarni unutadi. 5-nozik masala, zararli yoki og'ir mehnat sharoitida ishlaganlar. Ayrim kasblar bo'yicha imtiyozli pensiya masalalari bo'lishi mumkin. Bunday holatda oddiy ishlagan degan ma'lumot yetarli bo'lmasligi mumkin. Lavozimnoma, ish sharoiti bo'lim, sex, tarif, buyruq va tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'ladi. Masalan, kon, kimyo ishlab chiqarish, ayrim tibbiy lavozimlar, issiq sex, og'ir jismoniy mehnat bilan bog'liq ishlar bo'yicha hujjat juda aniq bo'lishi kerak. Lavozim nomidagi bitta farq ham imtiyoz masalasida ahamiyatli bo'lishi mumkin. Birinchi misol. Nodira opa 25 yoshga yaqinlashdi. U 1990 yildan 1990 yilgacha bolalar bog'chasida tarbiyachi yordamchisi bo'lib ishlagan. Keyin 2000 yildan 2011 yilgacha savdo sohasida rasmiy ishlagan. Elektron tizimda 2005 yildan keyingi davr ko'rinadi. Lekin 1997-1999 yillar bo'yicha ma'lumot yo'q. Agar Nodira opa mening daftarcham bor deb yursa, pensiya tayinlashda undan arxiv ma'lumotnomasi so'ralishi mumkin. U hozirning o'zida maktabgacha ta'lim bo'limi arxiviga yoki tuman arxiviga murojaat qilsa, o'sha 8 yilni tasdiqlatib oladi. Bu 8 yil kichik narsa emas. Pensiya stajida 8 yil juda katta farq qiladi. Ikkinchi misol. Bahrom aka xususiy qurilish firmalarida ishlagan. Bir firma yopilgan, ikkinchisining nomi o'zgargan, uchinchisi boshqa tumanda ro'yxatdan o'tgan. Mehnat daftarchasida yozuvlar bor, lekin buyruq raqamlari to'liq emas. Bahrom aka pensiya yoshiga 3 oy qolganda yurishni boshlasa, 3 ta korxonaning izini topish qiyin. Lekin 1 iyulgacha u soliq organlari, arxiv, sobiq ish beruvchi yoki huquqiy voris tashkilot orqali ma'lumotlarni tekshirib olsa, muammo kamayadi. Uchinchi misol. Gulchehra opa turmushga chiqquncha Karimova familiyasida, keyin Rasulova familiyasida ishlagan. Diplomda Karimova, mehnat daftarchasining bir qismida Karimova, pasportda Rasulova. Agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, FHDYOdan takroriy guvohnoma yoki ma'lumotnoma olish kerak. Aks holda hujjatlarni bir shaxsga tegishli ekanini isbotlash uchun qo'shimcha vaqt ketadi. 4-misol. Rustam aka 6 yil yakka tartibdagi tadbirkor bo'lgan. U men patent bilan ishlaganman, demak stajga kiradi deb o'ylaydi. Lekin tadbirkorlik davrida majburiy to'lovlar, badallar ro'yxatdan o'tgan davr. Faoliyat tugatilgan sana kabi ma'lumotlar aniqlanishi kerak. Agar to'lovlar bo'yicha uzilish bo'lsa, hammasi avtomatik qo'shilmaydi. Shuning uchun tadbirkorlar ham soliq ma'lumotlarini oldindan tekshirishi shart. Endi eng muhim qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, barcha shaxsiy hujjatlaringizni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi. Bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, avval olingan ish joy ma'lumotnomalari, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotlari bo'lsa, hammasini alohida papkaga soling. Hujjatlar eski bo'lsa, sifatli nusxa qildiring. Lekin asl nusxalarni asrang. Ikkinchi qadam, mehnat daftarchangizni varaqlab chiqing. Har bir ish joyi bo'yicha 3 ta savol bering. Ishga kirgan sana bormi? Bo'shagan sana bormi? Muhr va imzo o'qiladimi? Agar qaysidir joyda muhr xira bo'lsa, sana tushunarsiz bo'lsa, tashkilot nomi noaniq bo'lsa, aynan shu ish joyi bo'yicha ma'lumotnoma olish kerak. 3-qadam, eski ish joylaringiz ro'yxatini tuzing. Qog'ozga yilma-yil yozing. Qayerda ishladingiz, qaysi lavozimda, taxminan qaysi oyda kirib, qaysi oyda chiqdingiz, tashkilot hozir bormi yoki yo'qmi? Bu ro'yxat sizga arxivga murojaat qilganda ham, pensiya jamg'armasiga borganda ham yordam beradi. Odam idoraga borib qayerdadir ishlaganman desa, qidiruv qiyin bo'ladi. Aniq nom, yil, tuman, lavozim aytilsa, ish ancha tezlashadi. 4-qadam. Mavjud ish joyingizdan yoki sobiq ish joyingizdan staj ma'lumotnomasini so'rang.
Unda sizning familiya, ism, otangizning ismi, tug'ilgan yilingiz, ishga qabul qilingan sana, bo'shatilgan sana, lavozim, buyruq raqami va sanasi ko'rsatilgani ma'qul. Agar tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa, falon tashkilot falon sanadan falon nomga o'zgargan degan izoh ham foydali bo'ladi. 5-qadam, ish haqi ma'lumotnomasini oling. Bu ayniqsa yuqori oylik olgan yillaringiz uchun muhim. Ma'lumotnomada oyma-oy yoki talab qilingan tartibda ish haqi ko'rsatilishi kerak. Faqat umumiy, ishlagan degan gap pensiya miqdorini hisoblashda yetarli bo'lmasligi mumkin. Buxgalteriyadan ma'lumot olayotganda hujjat imzo, muhr sana, tashkilot rekvizitlari bilan rasmiylashtirilganini tekshiring. 6-qadam, agar tashkilot yopilgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Tuman yoki shahar davlat arxivi, soha arxivi yoki tashkilotning huquqiy vorisi bo'lishi mumkin. Arizangizda aniq yozing. Menga pensiya tayinlash uchun falon yildan falon yilgacha ishlaganimni tasdiqlovchi ma'lumotnoma kerak deb. Agar ish haqi kerak bo'lsa, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma deb alohida ko'rsating. Arizada telefon raqamingizni, yashash manzilingizni, ish joyining eski nomini, lavozimingizni va taxminiy sanalarni yozing. 7-qadam, elektron ma'lumotlaringizni tekshiring. Imkon bo'lsa MyTo'yKubuz yagona interaktiv davlat xizmatlari portali, soliq organlari yoki tegishli pensiya bo'limlari orqali mehnat faoliyati va to'lovlar bo'yicha ma'lumotlar ko'rinishini aniqlang. Agar elektron bazada davr ko'rinmasa, vahma qilmang, lekin qog'oz tasdiqlarni yig'ishni boshlang. Elektron tizimda yo'qligi har doim huquqingiz yo'q degani emas, lekin uni isbotlash sizning zimmangizga tushib qolishi mumkin. 8-qadam, hujjatlarda xatolik bo'lsa, tuzatishni kechiktirmang. Familiyada bitta harf farqi, tug'ilgan sanada bitta raqam xatosi, lavozim nomida noaniqlik, sana chalkashligi keyin katta muammoga aylanadi. Bunday holatda hujjat bergan tashkilotga, arxivga yoki zarur bo'lsa, sud tartibida yuridik faktni belgilash masalasiga murojaat qilishga to'g'ri kelishi mumkin. Buni pensiya kuni emas, oldindan hal qiling. Men sizga juda oddiy, lekin samarali usul aytaman. Daftar oching va pensiya hujjatlari nazorati deb yozing. 1-ustunga ish joyi nomi, 2-ustunga ishlagan yillar, 3-ustunga mavjud hujjat, 4-ustunga yetishmayotgan hujjat, 5-ustunga murojaat qilingan sana, 6-ustunga javob sanasini yozing. Shunda siz qaysi hujjat bor, qaysi bir yo'q, qayerga qayta borish kerakligini unutib qo'ymaysiz. Masalan, irim maktab 1097-1092. Mehnat daftarchasida bor, staj ma'lumotnomasi kerak, arxivga uning yo'nida ariza berildi deb yozasiz. Keyin javob kelganda yo'niga belgi qo'yasiz. Bu oddiy ko'rinsa ham, aynan shu tartib odamni sarson bo'lishdan saqlaydi. Yana bir maslahat, hujjatlarning rasmini telefonda saqlab qo'ying, lekin faqat telefonga ishonmang. Qog'oz nusxalarini alohida papkada, skaner nusxalarini esa fleshka yoki bulutli xotirada saqlang. Eski hujjatlar yirtilishi, yo'qolish, nam tortishi mumkin. Pensiya hujjatlari bu oddiy qog'oz emas, sizning yillaringiz va mehnatingizning isboti. Bu sanani men bekorga urg'u bilan aytmayapman. Har qanday ma'muriy o'zgarishlar, elektronlashtirish, ma'lumotlarni tartibga solish jarayonlarida eski hujjatlarni oldindan tekshirish eng to'g'ri yo'l. Iyulgacha siz kamida 3 ta narsani qilib ulgurishingiz kerak. Stajingizni tekshiring. Ish haqi bo'yicha foydali davrlarni aniqlang. Elektron bazada ko'rinmayotgan yoki shubhali yillar bo'yicha tasdiqlovchi ma'lumotnomalarni so'rang. Agar siz bugun harakat qilsangiz, arxivdan javob kelishini kutishga va xatolik bo'lsa tuzatishga vaqtingiz bo'ladi. Agar oxirgi kunga qoldirsangiz, bir vaqtning o'zida ko'p odam murojaat qiladi. Navbat ko'payadi, javoblar kechikadi. Eng yomoni, pensiya tayinlash jarayonida hujjat yetishmayapti degan javobni eshitib, keyin o'sha hujjat ortidan yurishga majbur bo'lasiz. Men ko'p ko'rgan holat. Odam pensiya yoshiga yetadi, hujjat topshiradi. Keyin unga falon yillar tasdiqlanmagan deyishadi. U esa men shu yillarda ishlaganman, hamma biladi deydi. Lekin pensiya hisobida hamma biladi degan gap yurmaydi. Hujjat bo'lishi kerak. Shuning uchun bugungi ogohlantirishning ma'nosi bitta. Mehnatingizni qog'ozda va tizimda himoya qiling. Bugun aytganlarimni yana bir marta aniq qilib eslataman. Pensiya masalasida 3 ta yo'nalishni tekshiring. Birinchisi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnoma. Ikkinchisi, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnoma. Uchinchisi, elektron bazada ko'rinmayotgan yoki shubhali davrlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Jumladan badal va
rasmiy mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlar. Ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlar, eski tashkilotlarda ishlaganlar, familiyasi o'zgarganlar, xususiy firmalarda yoki tadbirkor sifatida ishlaganlar, kolxoz, sovxoz, shirkat, zavod, fabrika davriga ega bo'lganlar bu masalaga jiddiy qarasin. 1 yil ham, 6 oy ham, yuqori oylik olgan bir davr ham pensiya hisobida ahamiyatga ega bo'lishi mumkin. Sizdan iltimos, bu videoni yaqinlaringizga yuboring. Ayniqsa ota-onangizga, pensiyaga yaqin qarindoshlaringizga, eski ish joylarida ishlagan tanishlaringizga ayting. Izohlarda yozing. Sizda mehnat daftarchasi, ish haqi ma'lumotnomasi yoki arxiv hujjatlari bilan muammo bo'lganmi? Men sizlarning holatlaringizni o'qib keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va qo'ng'iroqcha belgisini yoqib qo'ying. Chunki pensiya, nafaqa, hujjat va qonuniy huquqlar bo'yicha eng muhim ma'lumotlarni sodda tilda tushuntirib boraman.